Bugun sizlarga yana foydali ma'lumot beraman. Finansiy organizatsiyalar bor, do'g'ri asosida ishlaydigan. Bular prop kompaniyalar bilan birga hamkorlikda ishlashadi. Prop kompaniyalardan pul yechish uchun $1000 dan oshiq summani yechish uchun именно Rise kompaniyasiga yoki Deal'ga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bular bilan kontrakt tuzib, 3 ta sistema qatnashadi, ya'ni prop kompaniya, finansiy kompaniya и treyderlar. Treyderlar prop firmaga как ishchi sifatida treyder kontrakt asosida ishga olinib, Rise orqali daromadlarni chiqariladi. Именно shu ikkita kompaniya bo'yicha biz pul chiqarishda yordam beramiz. Deal va Rise kompaniyasi orqali bitta klientimizga bugun pul chiqarib berdik. $6000 ga yaqin pul yechildi. MyFund amerikanskiy prop kompaniya. Bular ham amerikanskiy kompaniyalar. Amerikada litsenziya olingan. 20 ta shtatida litsenziyasi bor. Mana bu Angliyaniki. Ikkalasidan ham pul chiqarishda bemalol kelib murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz o'zimiz do'g'ri qilib bu kompaniyalar bilan $1000 dan oshiq summani chiqarishda yordam beramiz. Именно treyderlar uchun eng qulay kompaniya.